Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. Din ve Hayat namlıq sohbet programımızın növbətik sanıda ictimai taratqı ve biz degen tema toxtalımız. Ben program riyasetçisi Obulqasım Ahmedi. Bugünkü programımızın aziz mehmini Şarkı Türkistan Ülemalar Birliği Tədqiqat bölümünün müdiri Ustaz Muhammed Yusuf Qaracım boludu. Muhammed Yusuf Qaracım programımıza kelganlik üçün sizlarga köp rahmet eytimiz. Rahmet, Allah razı olsun. Bugünkü programımız hakikaten bir mühim bir tema dep qarayman. Bütün hamma insanlar bunun da gangirab qılıp nurgulluğan vaqtlarını zaya qılıp bunun qimmetini to'g'ri bir şekilde düşünenmeyatkan hem müşünde ahvallarga duch kelyapmiz. Şunu bunun özümüzge ve görürmenlerimizge faydası buluş için biz sualimiz bu programımızı bu ictimai taratqıga qanday muomala qilishimiz kerak degan savoldan boshlab ketsek, qani marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. İctimai taratqı hazırkı zamanda hem de mühim bir mesele sildigandek bu kirmigen öy yok hem de. Yani bu kandak muamele kılış meselesi. Bunun kandak muamele kılmız degende bu Allah Teala bizge ata kılgan katta nimetlerinin bir de. Bu şu nimetni her kanda Allah bizge ata kılgan her kanda nimet mesela ten selametlik olsun, pul olsun, ilim olsun. Allah ata kılgan nimetni doğru yolga işletiş. Doğru yolga işletiş Allah'a şükür kılganlık bolgandek. Muşu nimetni muşu ictimai taratqıdan ibaret muşu nimetni doğru yolga işletiş, yaman yolga işletmeslik Allah Teala'ga şükür kılganlık boldu. Şükürsünü ada kılıp koyup kanday işletsek buludu endi bunu. Endi bunu günah bilen savapның arasında bir parmak arlığı kaldı bu iştice. İnsan bir parmak oruç bilen savap tap kılıdı, bir parmak oruç bilen günah işligi oldu. Mesela müşdağılık ahlaksız neslerini, insaniyetki ziyallık neslerini, müşdağ neslerini bir parmak bilip yürek bilip koyuş bilen, takıt bilen, ya ki şunu kürüş bilen, kürep huzurlanış bilen, haramdan huzurlanış bilen. Ya ki yalgan yavudak kişilerin ya teşkilatlarının ki ulemalarının, ziyalılarının, kireklik adamlarının itibarını çürütkan neslerini aşına ol bile taktiş, gaybetin tan gaybet kıpırış. Diyen okşaş boşunun ismi onu da günah oltkallığı, haram oltkallığı şeksiz emdi. Bunun da şunda cık savap tap buldu ki, bunun da nurgun yaxşı programlarını tınşap, dinimizin ügengil oldu ve bunu da hatta Kur'an-ı Kerim'nin kıraatını, netçi kıraatını aşu ictimai taratqı arkalı, mesela internet arkalı, nime arkalı ügünü vatkan balla ba, mesela şunda ügengil oldu. Demek bu aşu bir parmak olan savap tap bulurken, bir parmak olan günahka düşüp kaldığın, bunda bir mesele, bunun da şu vicdan, din, ahlak muşunu tutup durmasa, çoğum her kanda neside bir çigra buluş gerek de bizden çigrayımız din. Yani bizden Allah Teala belgilep bergen ahlak prensibi. Şu ahlak korganın içinde muamele kılsak bu hakikaten Allah Teala ata kılgan nimet. Muşunu üzünün cayda paydalanış Allah'a şükür kılganlık buldu. Eğer bunu yaman yolga kollanış Allah Teala'ga tuzkorluk kılgan, küfürlük kılgan bulut da. Şuna biz üzümüz ve ballarımız ve her kanda bizimki sözümüz ütüdüğün kişilerge şunu deyimiz ki hem de bunun da aşı mesuliyet bilen. Bu bakatlı mesuliyet bu. Mesuliyet. Yaxşı iş kılgan bolsan mı? Yaxşı nəsige barmak olgan bolsan mı? Yaman nəsige barmak bəgən bolsan mı? Bu bir mesuliyet hem de. Savaplık bolsun ya ki günah olsun üstünge hem de bir nəsi ya savap ya günah yezildi hem de. O kuruq bir iş emez. Mesela yolda manqançaqda yerim yalan açmada aylık namahremlerge yakında karmaymağımızda şunda tirişiydi kişilik ama kuldaki telefon boğa vaxtıda telefonda mı şunun okşaş ayında tirişamdı. Andan ya ki karab samay bu da kepqas şatıda ötküz atay degenge okşaş tirişamdı. Bunu mu hem adam üzdün üzü hesap ilişki tikişlikеndi. Hakikaten bazı insanlar bu netta zaman ahirdeki deccal sıfatlı vaken bazı anlaşımcı bazı Türkiye'nin bazı cemaatler bu aqalliq tilplarni chekligani vaken biz yaxshi deb atalganlar bunun yaqin kelmaysizlar deganga o'xshash. Endi haqiqatan qalsak yoshlar, cho'nglar, kichiklar hamma odamninki bu bir qo'ldan tushmaydigan bir narsa bo'lib ketdi. Endi bunun qarta bir mu'min musulmon bo'lish sifatimiz bilan bizning qanday pozitsiyada bo'lamiz? Ba'zilar buni cheklab faqatla salbiy qaragan, ba'zilar buni ko'tarib zaten mushunsiz yashay olmaydi buni. Muşu bütün bir bizden çıkış yolumuzu gösterip bir narsa muşu degen
Şun bunun elbette bir Müslüman buluş süptümüzle bizdenki pozisyonumuz qanday buluş gerek. Birinchidan masalan bu sosyal medyanın kullanışda mail bizning olsun, mail maktabda o'qiyotgan bolalarimiz olsun, mail uy ichidagi ayollar ahlimiz bo'lsin hamda shu yani künde mançilik işiltimen, tahminen mançilik işiltimen de bir çek qo'yish kerakda. Bunu aile meclisi de yığın her haftada bir gün oturuşup mesela bizning oyda var mesela aile meclisi haftada bir gün oturuşup 20 saat olsun oturup man mesela qanday qilamiz, bana qanday qilamiz deb hammaylar ittifoq kelib künde manç saat qo'llanamiz deb qilgan ekan. Balaning o'yinlarini mo, kompyuterini mo, iPad bo'lsin, nim bo'lsin, manchilar qo'llansa degandan hammaylar ma'qul deb kelishgandan keyin uningga rioya qilmasa, uningga yoki o'yandan 24 soat mahrum qilish, telefonni evilish yoki 2 kun mahrum qilish deganga o'xshash bunday jazoni qo'llanish orqali buni shu redga sag'il bo'lgan. Ikkinchi, buni prinsipimiz qanday bo'ldi desiz, bir mu'min musulmonning prinsipi hamda mushu ishimda, masalan, hozir mushuni ko'rishimda bir narsa ya video keldi, ya bir yozma keldi, tinchaytgan narsa keldi yoki mushuni tinchishimda yoki taqitishimda Allah razı bulamdı menden. Allah razı bulduğun ve Allah yaxşı gördüğün işmo. Birinci bu. İkincisi, menin xalqimga muşunun faydası var mı yok mu taqatmoqchi olsak. Muşunu kallımızga akib qap turup aynda qilsak, mesela nima bo'lsin, qanday narsa bo'lsin, Allah razı bulamdı, yaxşı görəmdi, köməmdi bunu. Endi ibadetni Allama İbn Teymiye şunda tanıştırdı ki, ibadet degan Allah razı bulduğun ve Allah yaxşı gördüğün iş. Her qanday iş ibadet. Endi şunu yaxşı bir hadisninki şerhi, yoki bir Qur'onning bir tafsiri, yoki yaxshi shunda larzan bir tilavet, yoki shunda millatimizga yaxshi bir so'z, abdan gaplar. Buni biz bir ko'rib bo'lgan, ha bu yaxshi ekan bu. Ammo buni taqtaymi? Ha taqatsam, cho'qib men buni savob olaman degan niyat bilan. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ballighu anni walau ayat deganda mendan bir oyat olsa yetkizinglar degan. Yetkizish, bilgindi yetkizish, yaxshi so'zni qilish, yaxshi so'zni taqtish har qanday bir musulmonning majburi shundami? Anda bo'lgandan keyin biz shuningda bizning prinsipimiz men ko'makchi bo'lgan, tinchimoqchi bo'lgan, taqatmoqchi bo'lgan shuningda Allah razı bo'lgan ishmi bu? Ben bu işini taqatsam, anlasam, savab bulamdı, savab buldu. Tamam. İkincisi, bu şey faydalık mı, menfaatlik mi? Mesela hem bazı meseleler hazırki vakitte muhim emas. Onu da muhim mesele var. Mesela hac vaxtida Ramazanның faziletini sözləşnin onuğa, hac vaxtida hacның faziletini, Ramazan vaxtida Ramazanның faziletini sözləş gerek. Şunda hamda münasib buluş gerek, hamda vaqtqa münasib buluş gerek insanların ihtiyacıga. Şununğa oxşaş, hamda hazır şu xalqımızga faydalı emasmı? Mesela binasını taqatsam bununğa insanlarga faydası varmı, ziyni varmı? Eğer tamam, savab buldu eken, savab bolğan bilen mi? Bunun vaqti mi, vaqti emas mı bu? Hazır taqatsam bulamdı, yoki bununki vaqti kelganda mevsumida taqatsam. Şunun hammasi mo'ljallar ayna qilsak, mesela aşı qilgan işimizde, mesela aşı şeriatning ko'rsatmasi, axloqi qo'rg'onning ishida qilganimizning hammasi savab, ibodatning savab bo'ldi. Nimishqa bizning maqsadimiz xalqimizga menfaatli narsini ve Allah Teala razı bulduğun narsini taqitish ve şunu yeyish. Endi mesela birilerininki qilishgan g'aybetini, bizni tillagan, bizninki nimisini, tanqidini, yoki bizninki tillashlarini, yoki ayıplashlarini, ya töhmetlerini binasida diqqat qilmaydi. Jiq odamlarga yurak berib qoldi. Men tokkida yurak berib qo'ydab, yurak berib qo'ysak, aşı g'aybatga o'xshash aşı şirik bo'lgan bilamiz. Ala bir adamning arasida qilgan bo'lsa, biz necha yuz, necha ming odamga taqitib, necha yuz hassa gunohni ustimizga olib. Buni bekim jiq adam his qilmaydi-da buni. Shunda oddiy o'ylaydi. Ammo har qanday so'zning mas'uliyati va har qanday bir ishning mas'uliyati bor. Hamda Alloh taolo cho'qim so'raydi hamda. Shunga bizda bu mas'uliyat tuyg'usi bilan ish qilamiz. Asli haqiqiy mas'uliyat tuyg'usi taqvolikning o'zi shu. Taqvolik degan shu hamda. Mas'uliyat bilan Alloh taolo qarata mas'uliyat, atrofimdagilarga qarata mas'uliyat, vatanimga qarata mas'uliyat, oilamdagilarga qarata, jamoatimga qarata, millatimga qarata mas'uliyatni o'ylab turib, ash mas'uliyat bilan ish qilgan odam hamda taqvolik qilgan bo'ldi shu. Yani bunun da ijobiy, salbiy meydan tutish uchun bu ishlatishga bog'liq demoqchiman, xulosa chiqqanda. Har adamdan ishlatishga bog'liq. Ba'zi adamlarning kecha kunduz o'ziga va atrofidagi odamga ziyonliq, hatto tan salomatligiga ziyonliq bo'lib, o'sha masdan shirkat kalda bo'ladi ekan. Ba'zilar buni ijobiy qo'llanadi. Masalan, hozir bir nimada WhatsAppda mingdan ortiq guruh qo'yildi. Shu Instagram, bu Facebook'da 5000dan ortiq nimalarni agishkisi bo'ldi. Bir yaxshi gap, bir unumlik, foydali dunyo oxiratlik narsani taqasa bir anda
1000'den 5000'lik adamı takat kıldı degan gap. Mescid bu sorullarda onda 5000 adamni yig'ilish qiyin. Oңай emas. Şoň bundaylyk bu nimelerden yani ijobiy foydalangan vaqtda bir yaxshi manfaatlik dunyo oxirat foydasi bor narsani 1000'den 5000 10 kişilik adamlarga bir qancha sekundan ichida dunyoga taqdim etib bo'lgan gap. Taqdirga bo'ldi. Endi biz musulmon bo'lish sütimiz bilan bu ijtimoiy taraqqiyotni qanday qilganda eng unumli foydalana olaymiz? Bunun bir ochiq javob bergan bo'lsa. En unumli foydalanishda bay deganga o'xshash buni bir vaqt to'xtatish, ya'ni uni shu o'zimizga bir cheklama, bir nizom, bir prinsiplarni bekitib, shu prinsip bilan qilish. Yana biri shu tor chivillarininki narsalarga ismi jismi yo'q va dadis qo'ygan ismdan numus qilib boshqa bir ism qo'yib olgan yoki boshqa bir kitobning ismida, tabiatdagi binolarning ismida, daryo daraxtlarning ismida bir ism qo'yib olib, ashunida haqni tillaydigan, chantak atadigan, mushundaqlarninki binolarni diqqat qilmaslik, hatto ashulsini ayblasimu, binas degan bo'lsa-mu, raddiya qaytirib o'tirmaslik. Chunki nimishqa birinchidan vaqt isrofchiligi, ikkinchidan aniq bozorini qizitib turdi. Buningda bunda bir hikoya bor. Saudiya Arabistonning isli bilularliqi Aizil Qarni degan kishi bor. Islom mutafakkirlari, nayt jiq kitoblari bor, jiq aynan leksiyalari bor. Bu kishi buningdan shu 15 yil burun Riyozda endi taxi o'qishni bitirib, xizmatga chiqib, endi shu tunilishga boshlagan vaqt ekan, gazetlarga binasi maqolalarni yozgandan keyin shu chog'da har kuni cho'ng odamlardan, hatto ziyoli deymiz, olim deymiz, saboqdoshlari deymiz, cho'ng eldan bu hechim bilmaydi bu. Bu taqa İhya Ulumuddinda naql keltiribdi, İhya Ulumuddinning nimaligini bilmaydi deganga o'xshash shunda nahaq binasini yozganda, bu kunda yozgan narsa 4 saat yazışqı kelse 8 saat red qaytırışqı ketidi deydi. Özü kitibida aytadi. Yazıp atqandan keyin şu reddiye veriş bilan o'tayotgan nurg'u vaqti. Şuna bir gün dadasi sen nimish qilyapsan? Bu shundaq qarangman, shunda reddiye qaytiraman. Sen saranglab qoldingmi? Gap qilma, uni sen ishingni qilavergin. Buning bozori chiqmaganki yetib qoldi dedi. Dadamning gapiga dastlabda ancha qiziqmadim, keyin o'ylasam, menga xo'sh yoqdi, nima javob topdim, bir narsa reddiye qaytirib o'tib dedim. Şunu bir ayga qamay hammasi jimjit bo'lib ketdi. Men tunulaverdim, mening yo'lam yo'q, ichiliverdi deydi da. Men shuni nayt ta'sir qildi shu odamningki nimasicha. Amaliyotda rost bilan hamda sizga masalan bir narsa rad qaytgan bo'lsa, sizga bir ayiblagan bo'lsa, siz men andaga emasdim, andagdan bir narsa yozsizlar, uniga yana bir narsa yozdi. Shuni bilan anınki demoqchi bo'lgan iddiosiga sizlar bazani qizib bergan bo'licha, gap qilmay tursa bazani yepilishga turtki bo'ldi ekan u. Ha, uning ustiga hamda rad qaytirishda bunda ismi jismi bor. Tunugan, chaqirsak, telefonni gap qilsaqmi, topalaydigan, yo bu yer ko'rsak topalaydigan bir odam bo'lsa, tamam. Sizga raddiya qaytudimi yoki sizga inkas qaytudimi, binasi dedimi, aybledimi, tamam onunga gap qilsa bo'ladi endi. Ammo ismi jismi yo'q. Masalan, Abdurrahman, Muhammad, Umar, Abu Bakr deganga o'xshash natural ismlarni qo'yib olgan, ammo bu dadasi qo'ygan ism emas, u odamni topqil olmaydi. Yo'q. Masalan, ba'zi shunday obzor yozilgan, tanqid yozilgan, bekimlarni ayiblaydigan shunday bir insonlar bor. Men bir yilning oldida shu ba'zi ulamolarning, hatto ba'zi ziyolilarning istiqlolga chiqqan yoki refiaga chiqqan aşağıda sen bir söhbetleşip üzerine aşkar kılgın, oturup çıkın dese çıkmaydı. Ula tor kahramanları hem de tor çivilleri yaki o yüzünü aşkar kılışını halmaydı. Aşında adamlarını avar kıldı. Ama bu adamlar aşının red kaytırmen, aşının akısmanmen, aşının olan bile janjalleşmen dese ömrünü ısraf kıldı, vaktini ısraf kıldı, manı kıldığın nurgun işleri kep kalıdı da. Şuna itibar vermezlik, en yaxşı itibar vermezlik yani. Allah razı olsun. Yani yukarı degandek bu ijtimoiy taraqqiyotlardan aql to'shqan, imani da mükemmel, yani bir imanın yollarını bilgen din diyanet adamlar bundan ünlük faydalana olaydi. Bu yaxshi endi. Biroq ba'zi xabarlarni sukunat ichida dunyoga taqitib bundan foyda yetkazgili bo'ladi. Afsus, aqli tushib bo'lmagan kichik bolalar, shundaqla vaqtni aytqis bo'lgan o'quvchilar bo'limi buni mas'ulab shu aqlli tilpin taraqqiy qilgan sari bolaning o'qishlarining chekinayotganligi, ota-onaning shikoyatini anglayapmiz. Saat-soatlab uningga chirib olgan, shu hatto uning salomatligi, hatto ko'zlaridan ojizlashib ketgan,
Şundaqla üniversite okuatqanlarning muhim kitaplar mayanda qalgan. Şuna bu şu farzandlarimizdan ba'zi muhimda bizning vaqtni qadrlanmaydiganlarning qanday bu ijtimoiy taratqudan kurishni nisbatan azlaytqili bo'ladi. Buni bekallik qatirishqa muhim bir savol. Hammadaniki mushunga bir javob bergan bo'lsalar. Buni qanday desa, buningmi shundoq bolalar bilan mancha soat ishlatsa, bolalarning tabiatiga qarab, endi universitetda o'qamdi, boshlang'ich maktabda o'qamdi, shuniki bolalarning o'zining ehtiyojiga qarab ba'zi darslarni internet orqali telefonda qilayotganlar bor shundoq. Anda bo'lgandan keyin shuning ehtiyojiga qarab sen mancha soat ishlatsa, bir kunda sen mancha soat ishlatsa, demelish kunida yoki unidan artıqroq ishlatsan deb soatni belgilab kelishib berib ular bunda buyruq tushish narsa emas, oila majlislab o'tirib emas qanday qilamiz 3 soat deylimi 2 soat deylimi 1,5 soat deylimi deb 1 soat deyli deb chiqqandan keyin uni deb buni deb 1,5 soat 2 soat deyli deydi endi balla jiqroq nuqta tamam kelishdikmi desa kelishdik mushunda qilayli agar mushunga rioya qilmasak 24 soatlik telefonini evatgan ish va uning bir haftalik evat deganga o'xshash bunda yaxshi bir prinsiplarni qo'llanib ayda qilg'il bo'ldi. Biz mesela bizning öydimi men balalarım bilan shuni kelishib olaylik. Kunda mancha soat ishlatsan deylik, men rioya qilaylik. Tamam, sen mancha soat ko'rsan, men rioya soat. Chunki men balamga sen 4 soat qarg'in, 2 soat qarg'in deb qo'yib, men 8 soat qarasam, sen nima qanday qilsan deydi, uning foydasi bo'lmaydi. Balalarim 2 soat qarab kelishgan bo'lsam, tamam, men 2 soat. Undan keyin bunda tamoq yeyotgan vaqtimizda telefonimizni hech qaysimiz oshxonaga akirmaylar, mushu oshxonada chiroyli gaplashib, Allohga hamd sano aytib, tamoqdan keyin qo'limizni ko'tarib duo qilishib, o'zimizning qoidasini shunday qilaylik deb kelishgandan keyin uning bo'ldi ekan. Akamaymiz degandan keyin, cho'nglar akamagandan keyin balalar akamay. Agar akasi chiroyli ilib chiqib qolib o'tirganini deb qilsa bir ish deganni 20 kun aqaqadan qilyapsiz, odat holiga kelgan. Keyin u bolalar uni ko'tarib akaga yuskanmay, akamaydi, odat holiga keldi. Yana bir muhim masala bolalarga shu internetdagi, ijtimoiy taratqulardagi halol harom masalalarni kichik o'simi tushuntirish kerak. Kichigisini tushuntirib, bola bunda qiladi. Adam qarasi gunoh bo'lgan ishlar va odamning axloqiga ta'sir etgan ishlar va Alloh yomon ko'rgan Allah razı olmaydigan ishlar var. Ama yana Allah razı olduğun bunda ishlar var. Mesela chiroyli qiroatlar var, tingshaysa, milliy an'anamizni o'g'itadigan yaxshi narsalar bo'lsa, uni ko'rsa, deganga o'xshash ashuni farqini ayırıp bir kerak. Nurg'un bolalar bilmaydi. Ma'lumot yo'q masalan, ma'lumot yo'q. Ama bunu biz ayırıp bergandan keyin, undan keyin rioya qilmasa, pat kontrol qilib turib, rioya qilmasa bunda qilsang bo'lmaydi deb uningga kelish loyiqida jazo qo'llanishmi binas qilg'ili bo'ldi endi. Yana bir muhim masala bolalarningki yotitgan shu uyda ko'rsin, yoki telefon o'ynasin, yoki internet o'ynasin, ya nima qilsin, shu chaqda ishni o'chib qolib qo'yish, bizmi shuni bilish. Nimaga kiryapti-do? Ne qaysi to'g'ri kiryapti-do? Nimani kiryapti, nima ish qilyapti-do? Bunda pat qarab qo'yish kerak. Endi uni ishni yeb biliblar, ba'zi bola shunda ishni gachchida yeb oldi, tamam, bir qancha soat ichib, nima ish qilyapti-do bu bola? Nima ish qilyapti-do? Nima ish qiladi? Ya savobli bir ish qilyapti, ya gunoh ishlayapti. Nima ko'ryapti? Yoki insonlarni vahimaga solgan qo'rqinch narsani ko'ryapti. Nima ko'ryapti? Biz bilaylik shuni, bilib, agar shariatning cheklimizga, milliy axloqimizga, an'anamizga to'g'ri kelgan ishlar, bunda turdagi narsani ko'rsang o'tgan. Bunda turga yaqin kelma. Deb yana ayta kontrol qilib turish kerak. Har narsani kontrol qilib turish kerak. Faqat tashlatmas kerak. Chunki bola o, ismi ustida bola. Bola bilmaydi. Masalan, biz o'zimiz ba'zi vaqtda o'zimiz rioya qilmaymiz ba'zi ishlar. Boladan faqat xafa o'g'ilmaydi. Şununla chiroyli uslub bilan ashunday prinsiplarni belgilab, biri yani balaga tushuntirish, uning ichidagi halol haromni chuqur tushuntirish, mayli kichik bo'lsin tushuntirish uningga, uningdan keyin u balaninki shu nimani ko'rgan narsani biz bilib turish, nimani ko'ryapti, qaysi to'g'ri kirib nima ish qilyapti, uni bilib turish, uningdan keyin vaqtga rioya qilish masalan. Manchilik ishlatsan, tamam manchilik ishlatsa. Kelishdikmi? Kelishganki shuningga. Ammo uni biz bolalar bilan bunda kelishib, nima qilmay, o'zimiz bunda buyruq tushirib bunda qilsa, bu buyruq belki oqmasligi mumkin. Endi oyat o'zi so'z berganda, tamam kelishdik degandan keyin o'g'il olamdi u. Mayli qiz bola bo'lsin, nima bo'lsa bu inson bo'lgan sizda turish kerak-da. Sizda turmasang yaxshi bo'lmaydi deymiz ayna. Shunda qilib, inshaalloh shuning bilan yaxshi nima qilg'i bo'ldan. Ba'zi odamlar buni bunda o'xshatadi. Burungi zamonlarda biz hayvonotlar bog'chasiga kirsak, hayvonotlar ayliq nimadan şu tümü qapaslarning ichida biz teshtin hayvonotlarni ko'ratdik. Endi hozirgi zamonda
Malaysiyadım şundaki hayvanatlar bag'ishchisi shu noyat tumirda o'ralgan mashina bilan kirmizgan hayvanatlar qo'yib bergilik. Hozirgi dunyo shunga o'xshash deydi. Qo'yib bergilik. Ammo biz o'zimizni qattiq qo'g'dimisak, axloqiy chambarakning ichida, axloq qo'rg'onning ichida bolalarimiz o'zimizni qo'g'dimisak, vahshiylar bizni yeb ketadi endi. Nurg'ulg'on ustoz zaten shunda bir qoida bekitib, qozonganlikni deydi. Bo'lib malik bu aqlliq tilpillar o'sha narsalarni tikining beshida qo'yib yetish, salomatlikka ziyonli ekan. Şu hatta biz şunun cümlesinden aslında uzun oldu kazandık. Mesela saat 10 ya 11 şu vaktin ki uzun kısıklık vakit. Saat 10'da hem meylen telefonumuzda Meymanxon öyge. Uxlamaydigan edemci öyge ecel deymiz. Zaten biz anası hemen ölgü olup biz ecel ütümüz. Balın hemisi telefonu şey ecirip koydu. Buruncu yapılan kılıptın şap olanmayı, turup olanmayı o aksa da bizge o yakşı oldu diken. Saat muayyen vaktim saat toştu. Hem vallahi otomatik telefonunu aşağıya taşlaydı. Etken kopmandı ki yani lazımlı şu an elvalıdığan bir usulünü kullansa bu mu önemli usulken. Bu mu naydı yaxşı usulken. Hem de keçeyle de kalışın o közgün zellik oldu iken. Hem bu her taraftan hele bunun ki tokma batarya demeleri meyi tok turgandı iken bu insanların zellik bunun aldına ağıl oldu iken. Şunun şu hadislerinin aldına ağıl oldu iken. Şuna o'xshab ekan. Lazım kontrol qilmoq. Shu anda avu men payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadis var ya. Al xayru odatun deydi. Yaxshilik odatdir deydi. Bunda degani odat qilish orqali, yaxshilikni odat qilish orqali shuni davomlashtirib bo'lgan. Masalan, o'sha ishni istiladigan prinsipni, bir qancha o'sha yaxshi usulni obdan chidab turib, zerikmay 20 necha kun shunda bu da vallahi shuni amal qilsa, uni o'lchakisga amal qilgan bo'lib qolgan. Inson o'zimizni sinab boqamiz ba'zi ishlarda masalan, atdiganda namoz bandatdan keyin mengish deganga o'xshashmidi ishni o bir qancha kun az deganda 21 kun bo'lmasa 40 kun ash aqaqini qilgan degan shunda qilmasang ko'nglingni bir yerim qolgandek shu kuni shuni qilmasang bir qolgandek bo'lib qolgan shu odat qilib kundagil bo'lgan bolani yani. Rahmet Allah razı olsun. Vaqt uzarıp ketip görürmelerimizden malamat qilib qo'ymaslik uchun programmani bu yerda oxirlashtiramiz. Ko'ngil qo'yib kirpagining uchun ko'p rahmat. Keyingi sonlarda qaytib uchirish umidi bilan har biringlardan xo'shlashamiz. Xayr, xo'sh salomat bo'linglar. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.